Bu videoda men sizlarga Amerikadagi top 3 ta bank haqida aytib beraman. Bu banklarni sizlar ham shaxsiy, ham biznes akkaunt uchun ishlatsanglar bo'ladi. Birinchi bank bu Chase Bank, juda ham katta va Amerikadagi nomer 1 bank hisoblanadi. Bizneslar uchun turli xil kreditlar 7,5% dan 13% atrofida tashkil qiladi. Biz ham o'zimizni biznes uchun aynan shu Chase Bankni ishlatamiz. Bank of America juda ham ko'p lokatsiyalari bor, juda ham qulay hisoblanadi. Bizneslar uchun har xil kreditlar mavjud va foiz stavkalari o'rtacha 9% dan 10% atrofida bo'ladi. Uchinchi bank bo'lsa Wells Fargo Bank. Bu bank top bank hisoblanadi va deyarli har bir shtatda o'zini lokatsiyalari bor, juda ham qulay hisoblanadi. Bizneslar uchun bir qancha kreditlar bor va foiz stavkasi 9,25% dan boshlanadi. Lekin hammasidan ko'proq menga o'zimga Chase Bank yoqadi. Juda ham qulay va biznesga menimcha bundan qulay bank bo'lmasa kerak. Bizning banklarda biznes uchun kredit foizlari qancha ekan biladiganlar bo'lsa yozib qoldiringlar.